Assalomu alaykum barchaga. Demak, A + 100 kitobining navbatdagi misol yechimini boshlaymiz. 61-misol. O'nlig'imiz raqam toping. Demak, hop 89 darajasida 1234. Buni biz demak 89 ning kvadrati darajasida 617 desak. Demak 89 ning kvadrati teng bo'ladi 7921 ga. Xo'p. Biz bundan 21 olsak, demak 21 darajasida 617. Xo'p, demak 1 bilan tugaydi. Oxir raqami mana bu 2 ni 7 ga ko'paytsak 4. Demak, o'nlar xonasida 4 turar ekan B javob. Navbatdagi misol 62-misol. Xo'p, x, y ning ixtiyoriy natural qiymatlari qaysi ifoda juft son bo'ladi? Demak, ikkita holatda ko'rib chiqaylik buni. Xo'p, x ga juft raqam, y ga toq raqam olaylik. Ikkinchi holat, x ga ham toq, y ga ham toq holat olsak. Tekshirib ko'ramiz. A javobda, demak, x o'rniga 2 qo'yamiz. 2 plus 3 darajasida kvadrat ko'paygan, demak 2 ning 3-si, y 3 ning 5-si. Xo'p, hisoblasak 5 kvadrati 25 ko'paygan 8 ko'paygan 81, to'g'rimi? Shunda. Xo'p, demak bu yerda 5 darajasi 3. 243 mi? Xo'p, to'g'ri. Demak, bu 0 bilan tugaydi. Ya'ni juft. B javob tekshirib ko'rsak, 2 x o'rniga 2 ko'paygan 3 plus 3 ko'paygan 3. 6 plus 9, demak 15. Mana bu juft bo'ldi, bu toq bo'ldi. Xo'p, C javob tekshirsak, 2 plus 3 kvadrat ko'paygan, demak 2. 50. Bu ham juft bo'ldi. Endi D javob tekshiramiz. 2 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati. Bu yerda endi manfiy chiqishi mumkin. Minus 5, demak baribir bu toq. Xo'p, ikkinchi holatga ketaveramiz. Endi ikkinchi holat. Demak, x teng 3, y teng 5 deb tanlab olsak, A javob tekshirsak, qavs ichida 3 plus 5 ning kvadrati, 3 ni 3-si, 5 ni 5-si. Xo'p, demak bu 864 ko'paygan 3 darajasi 3. Bu yerda 81 mi? Shunda 81 ko'paygan 5 ni 5-si. Xo'p, 5 ni 5-si 5 bilan tugaydi, 4 ko'paytirsak 0. Demak, ixtiyoriy holatda bu 0 bilan tugaydi. Bu juft degan. Demak, A javob juft. B javob tekshiradigan bo'lsak, B javobda, xo'p, x o'rniga 3 qo'yamiz, y o'rniga 5 da plus 3 ko'paygan 5. Demak, hisoblasak 15, 30. Bu juft bo'ldi. Demak, C javob tekshirsak, 3 plus 5 ning kvadrat ko'paygan 3. 25, 75. Bu toq. Xo'p, D javobda esa-chi. Demak, 3 ning kvadrati minus 5 ning kvadrati. Bu minus 16. Bu juft bo'ldi. Endi e'tibor qilamiz. Har ikkala holatda ham juft bo'lgani qaysi biri? Juft bo'lgani A javob ekan. Ya'ni B javobda toq, keyin juft. Endi birinchi holatda C juft bo'lgan, ikkinchi holatda toq bo'lib qolyapti. D javobda birinchi holatda toq, ikkinchi holatda juft bo'lib qolyapti. Demak, biz A javobni tanlab olamiz 62-misolda. Navbatdagi misol 63-misol. A va B ning ko'paytmasi bizga berilgan. Ya'ni A va B ning kubini topishimiz kerak. Keling biz A va B ni topib olsak. 2 ning kvadrati 2 ning 1-si. Demak, 5 ning kvadrati 5 ning 1-si. 7 darajasida 1 ko'paygan 7 darajasida 1 deb olsak. Mana endi y kub A B. Xo'p, 2 darajasida 1 ko'paygan 5 darajasida 1 ko'paygan 7. Bu 70. Demak, bu D javob. Navbatdagi misol 64. A va B o'zaro tub sonlari bo'lib, ya'ni y kubga berilgan.
bo'lsa a ning qiymatini toping debdi. Xo'p, o'zaro subsollarning i kubi 1 ga teng bo'ladi. Shuni ham yozib qo'yaylik. A b teng 1. Ana endi i kub ikkita bir qoida bor edi, ya'ni i kub a b ko'paygan i kub a b teng o'sha a bilan b ni ko'paytmasiga. Xo'p, i kub bizda 1 ga teng, i kub esa 168 ga teng. A ko'paygan b deb olsak, demak a ko'paygan b ning qiymati 168 ga teng ekan. Ana endi bizga berilgan tenglamadan 63 taqsim a plus b teng 11. Xo'p, ikkala qismi ham a ga ko'paytirsak, 63 plus a b teng 11a. Demak, 11a teng 63 plus a b ning o'rniga 168 yozamiz. Demak, 11a teng 231. Demak, a teng 231 taqsim 11 teng. Bu 21 ga teng. Demak, a javob ekan. Navbatdagi misol 65-misol. Demak, shart bo'yicha bizda 3 xonali son berilgan. 5 ga a s bo'lingan 7 ga b b s bo'lingan 9 ga qoldiqsiz bo'linsa, mana bu ifodani qiymatini toping. Xo'p, demak, a ning qiymati 5 bo'lishi mumkin yoki a 0 bo'lishi mumkin. Xo'p, biz a ni 0 deb ola olmaymiz, chunki mana bu holatda 3 xonali sonimiz 0 bilan boshlanishiga to'g'ri kelib qoladi. Agar a ni biz 0 deb olsak, demak a ning qiymati 5 ga teng deb olamiz. Xo'p, shunda ko'rinish qanday bo'ladi? 5 demak s bo'lingan 7. Mana bu bir desak, bu ikkinchi holat ko'ryapmiz. Xo'p, 7 ga bo'linish qoidasi quyidagicha edi. Birlar xonasida turgan raqamni ikkilantirib, mana bu ikkalasidan ayirар edik. Ya'ni 55 minus 2 ko'paygan s qoldiqsiz bo'lishi kerak 7 ga. 7 ga bo'linish qoidasi bo'yicha. Demak, bu yerdan s teng 3 ligi kelib chiqadi. To'g'rimi? 6 9. Demak, s teng 3. A ning qiymatini ham topganmiz. Oxirgi masala bizda nima qoldi endi? Mana bu b ni topishimiz kerak. Demak, 3-holatda b mana bu 3 bo'lingan 9. Xo'p, 9 ga bo'linish alomati raqamlar yig'indisi. 9 ga qoldiqsiz nima qilish kerak? Bo'linish kerak edi. Bundan ham b teng 3 liga kelib chiqadi. Xo'p, endi shartga olib borib qo'ysak, a nimaga teng bo'ldi? 5 ga plus b 3 ga teng minus s ham 3 ga teng. Demak, 5 chiqar ekan. Bu D javob. Navbatdagi misol 66. Xo'p, agar x, y butun sonlar bo'lsa, ya'ni sonlar uchun shu tenglik o'rinli bo'lsa, x, y, zlar yig'indisini topishimiz kerak. Demak, biz mana bunday yozib olsak buni. 2 darajasida x plus 2 darajasida y plus 2 darajasida z teng 1 taqsim 16 plus 1 taqsim 32 plus 1 taqsim 64 desak. Shunda 4 tadan 2 tadan 6 7. Demak, mana shunaqa. Xo'p, x teng bundan minus 4 kelib chiqadi. Y teng minus 5. Z teng minus 6 desak. Xo'p, shart bo'yicha minus 4, minus 5, minus 6, minus 15 D javob. Xo'p, navbatdagi misol 67. Xo'p, 67 da A, B, S musbat butun sonlar uchun, demak, tenglik o'rinli bo'lsa, eng kichik qiymatini toping debdi bizda. Xo'p, A ko'paygan B 12 bo'lsin. Demak, B ko'paygan S 45 bo'lsin. E'tiborli jihati ikkala qismda ham B bor. Demak, A ni 4 deb olsak, B ni 3 deb olsak, 3 × 4 12. Demak, bu yerda B ni 3 qo'ysak, S teng 15 kelib chiqadi. Bizga shart bo'yicha 4 plus 3 plus 15 necha bo'ladi? 19 22. B javob.
Navbatdagi misol 68. Xo'p, i kubi mana bunga teng. I kubi 8 ga teng bo'lgan a ning eng kichik qiymatini toping. Xo'p, bizga i kub 40, 32 va a ning i kubi 2 darajasida 5, 3 darajasida 1, 5 darajasida 1. Xo'p, i kub 40, 32 va a nechiga? 8 gami? 2 ning 3-si. Xo'p, demak biz mana shu sonlarni tub kubida yozib olsak, 40 bu 2 ning 3-si ko'paygan 5 ning 1-si desak, demak 32, 2 ning 5-si. Mana endi a haqida o'ylasak. Xo'p, i kubi 8 ga teng bo'lsa, eng kamida mana bu yerda 2 ning 3-si bor. Ko'paygan. Eng kichigi deyilganda i kubda 2 ning 5-si bor. Mana bu 3 yetishmayapti. 3 ning 1-si desak, 8 ko'paygan 3 bu 24. Demak bu a javob ekan. 69. M butun sonlar uchun demak m taqsim n teng 3 taqsim 5 va i kubi 8 o'rinli bo'lsa, m plus n toping. Demak, odatda m taqsim n teng 3 taqsim 5. Bu qisqarmas kasr holatida o'zi oddiy kasrni qisqartirishda eng katta umumiy bo'luvchisi topilardi. Ya'ni m endi i kubi 8 ga teng bo'lsa, dastlab kasrda ko'rinish quyidagicha bo'lgan. 3 kira 8 24, 5 kira 8 40. Bundan tushunish mumkinki, m teng 24 ga, n teng 40 ga. Demak, shart bo'yicha 24 plus 40 64. B javob. Navbatdagi misol. Xo'p, agar shu o'rinli bo'lsa, d ni eng kichik qiymatini toping. Xo'p, suratda demak 100a plus 10b plus c minus 100c minus 10b minus a taqsim d teng. Demak, ikki xonali son. Xo'p, blar qisqardi. 99 qasdini tashqari chiqarsak, a minus c taqsim d. Demak, d. Xo'p, bu yerda d raqam. Agar d ni 1 deydigan, d 1 deb bo'lmaydi, 9 ham deb bo'lmaydi. Agar a minus c ni 1 deb ko'rsakchi, d ni qiymati esa 3 desak nima bo'ladi shunda? Mana bu qavs 1 ga teng. Suratda 99, mahrajda 3. Mana bu qiymat d, ya'ni bir xil chiqishi kerak. Demak, 33. Tanlab olgan 3imiz ham 3, chiqqan javob ham 33. Demak, 3 chiqar ekan. A javob ekan. 71. 71-misolda bizga berilgan shu bo'lsa, b minus a ning qiymatini so'ralgan. A, b turib tursin, demak a ko'paygan b. Mana bu 100b plus 10b plus b desak, 111b ga teng. Demak, 111b. b ni qisqartirib olsak, demak a b ko'paygan a teng 111. Ana endi demak mana bu ikki xonali son, mana bu bir xonali son ko'paytirsak 111 chiqishi kerak. Bu 111 o'zi necha karali son? 2 ga, 3 ga. Demak, a ni 3 deb tanlab ko'rsak nima bo'ladi? A b ko'paygan 3 teng 111. Xo'p, 37. Demak, a b teng 37. Ko'rinib turibdi, a teng 3 ligini tanlab olganimizda ham mana bu yerda ham to'g'ri keldi. B ning qiymati o'z-o'zidan 7 ga teng. Demak, shart bo'yicha b minus a ni topishimiz kerak. 7 minus 3 teng 4 ga. D javob. 72-misol. Xo'p, 72-misolda 12 ga qoldiqsi bo'linsa, a b ni qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymatni toping. Xo'p, bunaqa misol ko'p ishladik. Demak, 6 xonali son berilgan. Bu 12 degani o'z aslida 4 kara 3. Demak, 4 ga bo'linish uchun oxirida 2 xonali son, ya'ni a b 4 ga qoldiqsi bo'linishi kerak va bizga berilgan 6 xonali raqamlar yig'indisi 3 plus 2 plus 2 plus
9 plus a plus b ham bo'linishi kerak 3 ga. Mana shu ikkala holat bir vaqtda bajarilishi kerak. Ana endi 4 ga karrali ikki xonali raqamlarni olsak. A buni ko'rinishi misol uchun 12 bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam 4 ga karrali 16, 20, 24 va hokazo. Bu yerda demak eng katta qiymat agar a buni o'rniga 12 deb olsam raqamlar yig'indisini nima bo'ladi shunda? Eng katta qiymatga erishadimi? 3 bo'lib qoladi. Bunda 7, bunda esa 2, bunda 6. Xo'p. 68 deb olsak, yig'indisi 14 bu eng katta holati shu. Demak, a ni 6 deymiz, b ni esa 8 deymiz. A ni o'rniga 6 qo'ysak, mana bu yerda 6 plus 8 5 7 13 21 va qoldiq bo'linadi. Demak, a bilan b ni qiymatini topdik. Shartda nima deyilgan? A ko'paygan b-mi? 6 ko'paygan 8 48 ga teng. B javob. 73-misol. A ni qiymati demak mana bunga teng, b ni qiymati bunga teng. I kubi a b c ko'paytmasini toping. Bu misolda ham ko'p ishladik. Xo'p, i kubini topishimiz kerak. Demak, i kub a b uchun, demak, i kubini topadigan bo'lsa 2 darajasida 1 da olamiz. Bu yerda birinchi daraja bor. 3 ning nechinchisi olamiz? 3 da ham birinchisini olamiz. 5 darajasida 2 ni olamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ya'ni bu tenglikni ham yozib olaylik. Ya'ni i kub a b 2 darajasida a 3 darajasida b 5 darajasida c. Demak, a ni qiymati 1 ga teng, b ni qiymati ham 1 ga, c ni qiymati 2 ga teng. Ko'paytmasi demak nimaga teng bo'lar ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, 73 da demak b javob. 74-misol a va b natural sonlar uchun demak i kub 6 ga 2 kub 60 ga teng bo'lsa a plus b ni qiymatini toping. Xo'p. Demak, i kub a b ko'paygan i kub a b teng o'sha berilgan sonlar nimasiga ko'paytmasiga teng desak. I kubi bizda 6 ga teng, i kub esa 60 ga teng. A ko'paygan b deb olsak. Xo'p. A plus b ning eng katta qiymatini toping. Shu yerdan keling a ni o'rniga demak 6, b ni o'rniga 60 deb olsak. Ya'ni 6 plus 60 66. A javob. Navbatdagi misol 75-misol. Xo'p, i kubi bizga berilgan, yana o'sha qaysidir misolda ko'rdik. M minus n taqsim m plus n teng 3 taqsim 4. Demak, bu yerda 3 taqsim 4 qisqarmas kasr holatda turibdi. O'zi dastlab oddiy kasr bo'lganda qanday bo'lardi misol uchun? A taqsim b qisqaradigan kasr bo'lsa, demak buni biz eng katta umumiy bo'lisini topib, ya'ni i kubini topib qisqartirardik. Chiqqan natija qisqarmas kasr holati kelardi. Ya'ni biz bu yerda nima xulosa qilish mumkin? M minus n taqsim m plus n ni demak 6 ga ko'paytirsak 18 taqsim 24 deb olsak bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, m minus n teng 18 ga m plus n teng 24 ga sistema. Qo'shib bo'lsak 2m teng necha bo'ladi? 42. M teng 21. M 21 bo'lsa n teng 3 chiqar ekan. Demak, bizdan m ko'paygan n so'ralgan. 21 ko'paygan 3 63 d javob. Navbatdagi misol 76. Demak, n natural son bo'lsa, shu sonni qoldiq bo'linishi kerak. Demak, 30 darajasida n bo'linishi kerak. 2 darajasida 7 ko'paygan 45 kvadratiga. Demak, xo'p, 30 o'rniga biz 2 3 5 2 ni n'inchisi, 3 ni n'inchisi, 5 ni n'inchisi desak. Bu yoqda 2 ni 7-inchisi 45 o'rniga esa 9 kira 5 yoki o'zimizga 3 ni kvadrat ko'paygan 5 ning kvadrati teng.
Xo'p, demak 2 darajasida n ko'paygan 3 darajasida n ko'paygan 5 darajasida n. Xo'p, bu yoqda endi 2 ning 7-si, 3 ning 4-si, 5 ning kvadrati. Eng kichik, demak endi o'rniga biz 7 qo'ysak, bu ifoda qoldiqsiz bo'linaveradi. Demak, C javob 77. Xo'p, 77 da demak 100a plus 10 plus x plus 100a plus 20 plus x plus 100a plus 30 plus x va hokazo plus demak 100a plus 70 plus x teng demak 3800 plus 10y plus 1 desak. Xo'p, bu yerda nechta a bo'ladi? 7 ta. Demak 700 a plus demak 10, 20, 30 ular yig'indisi 280 plus 7x teng. Xo'p, bu 3801 plus 10y. Xo'p, bu yoqqa o'tkazib yuborsak, demak 700 a plus 7x teng 3521 plus 10y. Xo'p, demak biz bu yerda a ni 5 deb tanlab olsak, shunda 3500 plus 7x teng 3521 plus 10y. Xo'p, ayirib boradigan bo'lsak, demak 7x teng 21 plus 10y ko'rinishi keladi. X 3 ga teng deymiz, y teng 0 deymiz. Xo'p, shuni to'g'ri bajaradi. Demak, a bor, x bor, y bor. Shart bo'yicha 5 plus x o'rniga 3 plus 0 8 ga teng ekan. C javob. 78. X, y ning ixtiyoriy natural qiymatlarida qaysi ifoda doimo juft son bo'ladi? Bunga o'xshaydigan so'rashadi ikkita holatda. Demak, birinchi holat x da birorta juft raqam tanlaymiz, y o'rniga esa toq raqam tanlaymiz. Demak, a javob tekshirib ko'raman. X o'rniga 2 plus 3, bu esa 5 ga teng. B javob tekshiramiz. 2 ning kvadrati plus, ya'ni mana bu toq chiqdi. 2 ning kvadrati 3 ning kvadrati. Bu necha? 13 mi? Bu ham toq chiqdi. C javobda demak 2 plus 1 3 plus 1 minus 2 ko'paygan 3 3 ga teng, 4 ga teng 12 minus 6 6 juft javob chiqdi. Demak, D javobni ham tekshiramiz. Xo'p, x o'rniga 2 plus 1 plus 3 3 plus 1. Xo'p, bu 3 chiqsa 6 plus bu 4 12 18. Bu ham juft chiqdi. Demak, bu birinchi holat edi. Ikkinchi holatda ikkalasi ham toq raqam olsa, x teng 3 deb olamiz, y teng 5. Demak, a javob tekshirsak. A javobda demak, a javobda 3 plus 5 8 ga teng juft chiqdi. B javob tekshiramiz. Demak, 3 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati 34. Bu holatda ham juft chiqdi. Demak, C javobda x o'rniga qo'yamiz shunda 3 plus 1 5 plus 1 minus 3 kara 5 4. Bu 6 24 29 chiqdi. Bu toq. Demak, D javobni tekshiramiz. X o'rniga 3, qavsiga 3 plus 1 plus y o'rniga demak 5, qavsiga 5 plus 1 qo'ysak. Xo'p, 4 6 3 4 12 plus 30 42. Demak, juft. Xo'p, har doim demak qaysi ifoda doimo juft chiqadi? Har ikkala holatda ham juft chiqadini topishimiz kerak. Mana bu holatda toq chiqdi, bo'lmaydi. Bu juft, ya'ni bittasi toq, bittasi juft bo'lyapti. B javob ham bo'lmas ekan, C javobda juft toq, bu ham bo'lmas ekan. D javobda har ikkala holatda ham juft chiqdi. 75-misol 5 xonali sonimizga berilgan.
55 ga bo'linadigan natural son hosil bo'ladi. X ni qiymat topishimiz kerak. Demak, bunaqa misolda ham ko'p ishlaganmiz. 55 degani bu aslida 55 degani bu necha deya 11 ko'paygan 5 degani. Y o'rniga biz ikkita holat bor. Y o'rniga birinchi holat y 5 bo'lishi mumkin yoki ikkinchi holat y teng 0 ham bo'lishi mumkin ekan. Ikkita holatni tekshirib ko'rishimiz kerak. Demak, x 7 3 4 5 bu birinchi holat bo'lingan 11, ikkinchi holatda 0 bu ham bo'lingan 11. Ana endi 11 ga bo'linish alomatidan foydalansak, demak 11 ga bo'linish belgisi raqamlarni toq o'rin va juft, toq va juft va toq ko'rinishida olib chiqamiz. Demak, qoidasi quyidagicha: toq o'rnida turganlar yig'indisidan juft o'rnida turganlar, demak, juft o'rnida turgan raqamlar yig'indisini ayirib, bo'lgan 11 ga bo'lsak, qoldiq bo'linsa, bu ifoda ham 11 ga qoldiq bo'linadi deyish mumkin. Demak, toq o'rnida turganlar yig'indisi x plus 3 plus 5 minus juft o'rnida turganlar, demak 7 plus 4, ya'ni qavsga olaylik. Xo'p, bo'lingan 11. X plus 8 minus 11, demak x minus 3. X minus 3 bo'lingan 11. Demak, x o'rniga agar 3 qo'ysak, 0 0 esa 11 ga bo'linadi. Keyingi holat ham xuddi shunday, toq juft, ya'ni tartiblab chiqsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi ko'rinishda toq juft, toq va juft va toq. Demak, toq o'rnida turganlar x plus 3 plus 0. Yig'indidan ayiraman juft o'rnida turganlari 7 plus 4. Xo'p, shu bo'linishi kerak 11 ga. 11 x minus 8. Demak, x minus 8 11 ga bo'linishi kerak. Demak, bundan x teng 8 desa bo'ladi. Xo'p, shartda x ning barcha qiymatli yig'indisi topish kerak. Demak, x ikkita qiymat chiqdimi? x1 plus x2 degani bu 3 plus 8 11 ga teng ekan. Javob. 80-misol. Agar a va b raqamlar uchun tenglik o'rni bo'lsa, a plus 2b. Demak, a ni o'rniga a teng 7 desak, 49 plus 1 taqsim 2 b teng 53 bo'ladi. 1 taqsim 2 b teng 53 minus 49. 1 taqsim 2 b teng 4. B ni qiymati 8 ga teng ekan. Demak, a va b ma'lum bizda. 7 plus 2 ko'paygan 8 16 23. Bu C javob ekan.